Qo'y go'shtini yoqtirmaydiganlar uchun mol go'shtidan ajoyib sho'rva. Bir vaqtning o'zida ham qaynatma, ham qovurma sho'rva. Kunlar salqinlashib, odam issiqini sho'rva ichgisi kelyapti. O'zimni sho'rva tayyorlash uslubimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Eng avval qozonimizni qizdirib olamiz va yarim cho'mich miqdorida yog' solamiz. Agar sizlarning mol go'shtingiz salgina yog'liroq bo'lsa, yog' qo'shmasdan shunchaki o'zini qovursanglar ham bo'ladi. Barcha ishlatayotgan go'shtlarim mol go'shti. Ikkita bo'lak suyeli go'sht va qolganini esa videoda ko'rsatilgandek to'g'rab oldim. Aytgancha, bu chiroyli va sifatli qozonimni Albino o'z profilidan xarid qildim. Go'shtimizni xuddi shunaqa chiroyli qizil tusga kirgunigacha qovuramiz va ustini to'ldirib suv qo'yamiz. Yaxshilab qaynatamiz va ustidagi ko'piklarni tozalab olamiz. Sho'rva tayyorlashdagi asosiy qoida: sho'rvani qattiq qaynatib yormanglar. Rangi xunuk bo'lib qolsa, uni o'ziga qaytarib olmaysizlar. 2 bo'lak piyozimizni po'sti bilan solamiz. Shunda ranglari bulyonga o'xshab chiroyli bo'lib chiqadi. Qolgan barcha sabzavotlarimizni butunligicha sovuramiz. 2 lavr bargi, butun murch va universal priprava, tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ukrop va seldari xuddi shunaqa ipga o'rab butunligicha solib qo'yamiz va miltillatib qaynatamiz. Taxminan 1 soatdan so'ng kartoshka, sabzi, sholg'omni chiroyli qilib kesib sovuramiz va yana 3 soat qaynatamiz. Sho'rvalar qancha ko'p miltillab qaynasa, shuncha shiri to'kib mazali bo'ladi. Pishgan sho'rvamizdan esa barcha butun sabzavotlarimizni ajratib olamiz va chiroyli qilib piyozlar bilan dasturxonga tortamiz. Video yoqmasa like bosib saqlab oling. Yoqimli ishtaha!